yillik urush. 2022-yilning 24-fevral tongi ukrainlar uchun sirenalar ovozi bilan boshlandi. Putin boshchiligidagi Rossiya Federatsiyasi Kiyevni 3 kun ichida bosib olamiz degan da'volar bilan Ukraina poytaxtiga misli ko'rilmagan hujumlarni boshladi. Havodan qilingan hujumlar ortidan qancha tinch aholi halok bo'ldi. Aksariyati esa uylarini tashlab ketishga majbur bo'ldi. O'tgan 4 yil ichida har ikkala tomondan ham ko'plab yo'qotishlar bo'ldi. 3 kun ichida bosib olishni niyat qilgan ruslar 4 yildirki Ukraina xalqini taslim qila olmayapti. Yevropa qo'lovidagi Zelenskiy hukumati hatto qarshi hujumlarga o'tib egallangan yerlarini qaytarib ham olyapti. Donald Tramp esa prezidentlik saylovlarida g'alaba qozonsa, urushni 24 soat ichida to'xtatishini aytgan edi. Uning prezident etib saylanganiga 1 yildan oshdi. Bugun 24-fevral kuni Rossiya-Ukraina urushi boshlanganiga 4 yil to'ldi. Xo'sh, tomonlar nima yo'qotdi-yu, nimalar topdi? Xabardor.uz'da 4 yillik urush sarhisobi. Urush boshlanguniga qadar Rossiya Ukraina chegarasi yaqinida uzoq vaqt davomida qo'shin to'plab, uning sonini oshirib bordi hamda Ukrainaning NATOga qo'shilishini qonunan man etish to'g'risidagi talab bilan chiqdi. Bosqin boshlanishidan bir necha kun avval Rossiya Donetsk Xalq Respublikasi va Lugansk Xalq Respublikasi mustaqilligini tan oldi va 2022-yilning 21-fevralida Ukraina sharqidagi Donbass hududiga Rossiya qurolli kuchlari bo'linmalarini yubordi. 24-fevral taxminan soat 5:00 Rossiya prezidenti Vladimir Putin Ukrainani denatsifikatsiya va demilitarizatsiya qilish maqsadida maxsus harbiy operatsiya boshlanganini e'lon qildi. Oradan daqiqalar o'tgach, rus askarlari tomonidan Ukraina hududiga havodan hujumlar boshlandi. Ukraina chegara xizmati rus harbiylari Rossiya va Belarus chegara postlari orqali bostirib kirganini ma'lum qildi. Jahondagi ko'pchilik davlatlar ushbu bosqinchilik hujumini qoralab, Rossiyaga qarshi sanksiyalar joriy qildi. Hujumga qarshi global namoyishlar bo'lib o'tayotgan bir paytda Rossiyadagi namoyishlar ommaviy hibsga olishlar bilan qarshilandi. Bosqindan avval ham, bosqin davomida ham ko'plab davlatlar Ukrainaga qurol-yarog' yetkazib berish orqali yordam ko'rsatib kelmoqda. Bunga javoban Putin Rossiya yadroviy kuchlarini shay holatga keltirdi. Rossiya bosqini 2022-yilning sentyabr oyida muvaffaqiyatsizlikka uchradi. Natijada Putin Rossiya hududida qisman safarbarlik e'lon qildi. Rossiya va Ukraina o'rtasidagi keng ko'lamli qurolli to'qnashuv boshlanganidan buyon Rossiya armiyasining yo'qotishlari bo'yicha yangi dahshatli raqamlar ochiqlandi. BBC rus xizmati va Media Zona nashrining volontyorlar bilan hamkorlikda o'tkazgan surishtiruvlariga ko'ra, 2026-yilning 13-yanvariga qadar ochiq manbalar orqali kamida 163.606 nafar rossiyalik harbiyning o'limi o'z tasdig'ini topgan. Tasdiqlangan ro'yxatga ko'ra, Rossiya tomonidan halok bo'lganlarning 6302 nafari yuqori martabali ofitserlardir. Qiziqarli jihati shundaki, 2024-yil kuzidan boshlab urush maydonida eng ko'p talofat ko'rayotgan qatlam yana ko'ngillilar 53976 nafar bo'lib qolmoqda. RIA Novostining Rossiya Mudofaa vazirligi ma'lumotlariga asoslangan hisob-kitoblariga ko'ra, o'tgan yili Ukraina harbiylarining yo'qotishlari taxminan 513.480 kishini tashkil etgan. Rus qo'shinlari mojaro boshlangandan to 2025-yil oxirigacha Ukrainaga tegishli bo'lgan 669 ta samolyot, 283 ta vertolyot, 106194 ta dron, 641 ta havo mudofaasi tizimlari, 26815 ta tank va boshqa zirhli transport vositalari, 1634 ta MLRC jangovar mashinalari, 32275 ta dala artilleriya qismlari va minomyotlari, 50464 ta maxsus harbiy texnikalar rus qo'shinlari tomonidan yo'q qilingan. Xo'sh, Rossiya 4 yillik urush davomida qancha texnikasidan ayrildi? 2026-yil fevral holatiga ko'ra, Rossiya 100 minglab texnika birliklarini, jumladan 11600 dan ortiq tanklarni, 24 mingdan ortiq zirhli texnikalarni va 37000 artilleriya tizimlarini, 780 dan ortiq samolyot va vertolyotlarini yo'qotdi. Ukraina Mudofaa vazirligi bilan bog'liq
OSINT loyihasi bo'lgan Deep State ma'lumotlariga ko'ra 2025-yilga kelib Rossiya Ukraina umumiy hududining 4336 kvadrat kilometrini yoki 0,72% ni egallagan edi. 2023-yil 1-yanvardan 2026-yil 1-yanvargacha bo'lgan davrda bosib olingan hudud 7463 kvadrat kilometrga yoki umumiy maydonning 1,25% ga oshdi. 2023-yil 1-yanvardan 2026-yil 1-yanvargacha bo'lgan davrda bosib olingan hudud 7463 kvadrat kilometrga yoki umumiy maydonning 1,28% ga oshdi. Loyiha mintaqalar bo'yicha egallangan yerlar statistikasini e'lon qildi. Unga ko'ra, Dnepropetrovsk 0,6%, Sumy 1%, Kharkov 4,7%, Xerson 72%, Zaporojye 74,8%, Donetsk 78,1%, Lugansk 99,6%. Qrim yarim orolining hammasi ham o'zgarishsiz ishg'ol qilingan deb hisoblanadi. Deep State ma'lumotlariga ko'ra, Ukrainaning jami 116.165 kvadrat kilometrlik yeri egallangan. Bu umumiy hududning 19,25% ni tashkil qiladi. Rossiya Ukraina o'rtasidagi mojaro faqatgina qurolli to'qnashuv emas, balki axborot urushi hamdir. Shu sababli har ikkala tomonda ikki xil statistikalar mavjud. Hozircha urush muzokaralarga qaramasdan davom etmoqda.